Mana yana bir keyingi obyektimizga, xudo xolasa har bir xonasiga 4 ta 4 megapiksel sigaret pachka nomli Hikvision kameramizdan o'rnatib bergan ekandik. Bu obyektimizga oldin o'zimiz kamera qo'yib berganmiz. Qo'shimcha yana xonalariga har biriga ikki taraflama звуковой kamera o'rnatib beramiz. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Jarayonni qo'yib boramiz. Mana karokalardan ochib, xudo xolasa chiroyli holatda terib oldik. Endi sekin navbat xonalarga qo'yish. Har bir xonani shu joyiga qo'yadigan bo'ldik. Xudo xolasa o'rnatib ishlatib ko'rsatamiz. Mana yakunlab oldik, xudo xolasa obyektlarimizni. O'rnatilgan holat kamerani kabellarni ko'rsatmagan holatda. Yana bir kameramiz bor. Har bir xonaga chiroyli holatda o'rnatib berdik. İki taraflama звуковой sigaret pachka nomli 4 megapikselli kastorli kameramiz. Ko'rinish holatlari mana ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ardongadek 93-lik kodi bilan 691 98 98 nomerlarimizga raqamlar. Mana kameramiz o'rnatib ishlatib, telefonlariga ham ulayverdi. Ko'rishlar mumkin. Hamma kamera ishlayapti telefonlarda ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ardongadek 93-lik kodi bilan 691 98 98 nomerlarimizga aloqa qiling.